qalb iffati deganda mani ko'rib turibdi degan narsa har doim bo'lishi kerak ekan. Lola opa, juda ham ko'p kuzatuvchilaringiz o'qigan kitoblaringiz haqida so'rashadi. Eng yaxshi ko'rgan kitoblaringiz haqida gapirib bering. Chunki sen borsan Alloh kitobini juda ham yaxshi ko'raman. Mag'zun bo'lma, afv et meni Allohim. Qalb iffati juda ham chiroyli kitob. Maryam onamizning dunyoga kelishlari, Maryam onamizni boshdan kechirganlari, Iso payg'ambarning tug'ilishligi juda katta menga ochilish bo'lgan. Iffat deganda faqatgina ayollarning iffatini tushunamiz. Aslida qalb iffati bo'lish kerak ekan ayollarda. Qalb iffati o'zi nima u qalb iffati deganda mani ko'rib turibdi degan narsa har doim bo'lishi kerak ekan. Ana qalb iffat. Bizda qalb iffati bormi o'zi? Men bu kitob hamma ayolga o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Har bir ona hojardir degan kitob. Saodat asrini juda ham yaxshi ko'rib o'qidim. Men hozir o'qiyotgan kitobim Saodat asri rivoyatlari. U Saodat asr qissalari bo'lgan bo'lsa, bugun o'qigan Saodat asr rivoyatlari. Hadicha onamiz roziyallohu anhu, Oysha onamiz roziyallohu anhu, Ali va Fatima roziyallohu anhuning hayotlarini o'qib tugatman u kuni. Ba'zan kitob o'qishga qiziqib ketsam, tonggacha o'qib chiqaman. Tugatmaguncha haligi voqealar rivojlanib ketsa, tonggacha o'qib chiqaman. Ali roziyallohu anhu bilan Fatima onamizlarning turmushlari haqidagi, bir-biriga bo'lgan munosabati, hurmati, ehtiromi, muomalasi, ularni bir-biriga tirgak bo'lgani shunaqa chiroyli yozilgan, maza qilib o'qiysiz.